Toshkent tumani Yengona Oltinli Bunyodkor mahallasiga keldik. Uyimizni 3 so'tuv, 7 ta xona, 4 ta sanuzil, 2 ta hol. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'chalar asfalt qilingan. Ko'chalar keng. Uyimizni fasadi, ko'chalardan zelon zona qilib joy qilingan. Mana bizda kiruvchimiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerga bemalol 3 ta mashina sig'adi. Darvozamiz ham kattagina. Ko'rayotgan bo'lsanglar, kattagina огород. Bu yerda mana yozgi oshxona qilib joy qoldirilgan. Shuni qo'ysa bo'ladi. Mana bu yerda tapchalik qo'yilgan. Bu yerda bizda kladovka, bu yerda bizda hojatxona. Uyimizga bu yerdan ham kirsa bo'ladi, u yoqdan ham kirsa bo'ladi. Bu yerda bizda gacheli. Bizning uyimiz ko'rinishi. Bu yerda bizda hol. Holimiz ham kattagina ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu yerda bizda oshxona. Bu aytgandek bu yerda mana gacheli. Sanuzil. Родительский спальня bu yerda. Zal. Bunaqa zaldan bizda ikkita, tepada ham xuddi shunaqa zal bor. Bu yana bitta hol bizda. Bu yerda bizda diski xona. Güzel. Burada mana ikinci zal. Burada yana bitta xona bor bizda. Burada bizda İspanya.